Ko'pchilik Dilshod Shomurodovda akkaunt zavod bor deb o'ylaydi. Bugungi videoda Shomurodovda nechta akkaunt borligini bilib olasiz. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizda 85 reytingli full akkaunt yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qanunda videomizni boshladik do'stlar. Birinchi navbatda o'zimning shaxsiy akkauntim Dilshod Shomurodov Xorazmguch deb nomlangan akkaunt. Bu akkaunt bilan 50 dan ortiq videolar chiqarganmiz. Ko'plab o'yinchilarni, yarim himoyachilarni full qilib videolar chiqarganmiz. Xullas, Dilshod Shomurodovni Shomurodov qilgan akkaunt ham shu bo'ladi. Buni o'yinchilarga kelsak, zaxirada mana ajoyib o'yinchilar ko'p. Yulduzli futbolchilardan 10 taga yaqin bor. O'zi ko'plarini sotib tashlagandim, 82-83 reytinglilarini. Shundoq ham qolgan, yaxshi kuchaytirilgan. Hozir Lamin Yamal bilan Husanovning yangi kartasini full qilyapman. Bu akkauntga 100 ming so'mdan oshiq pul ham ketgan, videolar olingani sababli hamda bu akkauntni men sotib yubordim. Akkaunt reytingi 75, stadion esa full, qolgan bazalar ham juda ajoyib holatda turibdi. Boshqa yangiliklar yo'q deyarli. 27 mingtadan oshiq dream point yig'ilgan. Ikkita o'zbek futbolchisi bor, Shomurodov va Husanov. Klassik playerlar bor ko'plab. Dalasi 26dagi nomer 1 tarkib bor desa ham bo'ladi. Yarim himoyachilar 96, 95, 95, qanot himoyachilar 95, 94, markaziy himoyachilar 3 ta 95, darvozabon ham 95 reytingli futbolchi. Mana kuchaytirilganlarni ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi akkauntimizga o'tamiz. Keyingi akkauntimiz esa boyagi akkauntdan ham oldin ochilgan, obro'si ham unikidan ancha baland akkaunt, challenge akkaunt. Taktikalarni ham ko'rib turibsiz, sxemalarini ham ko'plari ochilgan. Fransiya terma jamoasida turganda endi bitta ajoyib jamoaga aylantirdik buni. Mana Fransiya terma jamoasiga qo'yib olamiz boshqatdan. Fransiya hozir darvozabonni ham Fransiya terma jamoasinikini qo'ysak bo'ldi. Hujumda Mbappe, Dembele, Olise, Doué, Rabiot, Kante, Hernandez, Kanate, Saliba, Kunde kabi ajoyib futbolchilar. Hamda bu akkauntda naqd 21 ta Dynamic Stars kartali o'yinchilar bor. Yana Ronaldo, Messi, Lewandowski, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Keylor Navas kabi reytingi tushib ketadigan futbolchilar ham bor. Dilshodidan yo'qolib ketadigan Yan Zommer ham bor, chunki Inter Milanni tark etdi. Yo'qolib ketish arafasida agarda Italiya tarkibidan joy olmasa, Dilshodidan ham ketadi Yan Zommer. Hamda Abduqodir Husanov ham bor, bitta klassik player ham bor. Вообще bomba akkaunt bu o'zimda turibdi. Xudo xohlasa buni ham sotmoqchiman ayrim sabablarga ko'ra. Va navbat keyingi akkauntlarimizga. Keyingi akkauntimiz unchalik taniqli emas. U ham Dilshod Shomurodov Xorazmguch deb nomlangan akkaunt, lekin вообще noyob akkaunt. Buni menga bitta obunachimiz sovg'a qilgan. Mana Lionel Messini ustiga bosib statistikalarni ko'ramiz. Nima bo'lyapti bu Messiga? Mana Rafael Leonikini ko'ramiz, Ronaldonikini ko'ramiz. Messinikini baribir ko'rib bo'lmas ekan. Holand bilan De Bruyne hozir kuchaytirilyapti. Pulisic, Open'da hozir reytingi вообще tushib ketgan. Sarlos, Gundogan hozir Dilshodda yo'q. Nicholas Jackson bilan Jota, Abduqodir Husanov ham bor. Klassik playerlar ham bor 3 ta. Kuchaytirgichlar ham bor 17 ta darvozabon kuchaytirgich. Hamda Dilshod 26da kuchli tarkib ham bor. Rudigerning 93 kartasi hozir 91 ga tushib qolgan.
Mana futbolchilarni qanday kuchaytirilganini ko'rishingiz mumkin bu yerdan. Bu akkaunt ham sotuvda. Sotib yuboramiz. Xudo xohlasa videoni oxirida sotiladigan akkauntlarni va Telegram kanalimiz haqida bitta yangilikni aytib o'taman. Keyingi akkauntimizga o'tamiz. Dallas Shomurodov degan akkauntdan ham, Challenge akkauntdan ham oldin ochgan. Dallas Shomurodovni YouTube olamiga olib kirgan akkaunt. Mana bu akkaunt bo'ladi jigarlar. Hozir buni do'stimga berib qo'ygandim. Ismoilov deb u ham YouTube kanal ochganda, esinglarda bo'lsa, shu payti bergandim. Hali unda yotganda. Mana ko'rishinglar mumkin, reytingi tushgan futbolchilar juda ko'p. Salah 96, Son 94, Dybala 92, Bellingham 95, Valverde 94, lekin 95 holatdan yaxshiroq. Modric 92, Bastoni o'zi reytingi hozirgidek. Van Dijk 95, 400 chiqib turibdi. Rudiger ham bundan ham 500 chiqarsa bo'ladi. Van Dijkdan ham 500 chiqarsa bo'ladi. Alisson ham 95, hozir reytingi tushgan. Rodri ham 95 bo'lib pul bo'ladi. Hozir 94. Qolaversa, yana 4 ta ajoyib futbolchisi bor. Saunes, Kaskoigne, Malen, Anderson kabi. 2 ta klassik player, bitta Dynamic Stars player, bitta Dream Stars player. Juda ajoyib akkaunt. Hozir kuchayganlarni ko'rsatib o'taman. Ko'p yuzlar chiqqan bu futbolchilarimizdan. Zaxirada umuman o'yinchilarimiz yo'q, sotilgan o'yinchilar ham yo'q. Mana bu yoqdagi 8lik zaxira to'lib turibdi. Stadion taraflari mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu akkauntni jigarlar Telegram kanalimizda hozir 229 ta obunachi bor. 300 ta obunachi bo'lganimizda xuddi shu akkauntni randomli tarzda bitta obunachimizga berib yuboramiz. O'tgan videoda Ronaldo tushmasa bitta obunachimizga sezon pass ochib beramiz degandik. Mana ko'rishingiz mumkin ekraningizda turibdi. G'olibimiz sezon passni ochib berdik. Xursand bo'ldi. Bu safar ham Telegram kanalga obuna bo'linglar. 300 ta bo'lganimizda mana shu akkauntni bitta obunachimizga berib yuboramiz. 500 ta bo'lganimizda esa 2 ta full akkauntni obunachimizga berib yuboramiz. Shuning uchun hoziroq Telegram kanalimizga quyidagi kommentariyada qadalib turgan havola orqali o'tib obuna bo'lib qo'yinglar yoki Telegramga kirib Dallas Shomurodov deb yozsanglar chiqib keladi. 230 dan oshiq yoki 230 ga yaqin obunachisi bor. Xudo xohlasa 300 ta qilsak, xuddi shu akkauntni yutib olasizlar. 500 ta bo'lganimizda yana bundan tashqari 2 ta akkaunt yutib olasizlar. Telegram kanalda foydali ma'lumotlar ham juda ham ko'p. Qani bo'lmasa, keyingi akkauntimizga o'tamiz. Va nihoyat eng oxirgi 5-akkauntimiz bu ham Dallas Shomurodov Xorazmguch deb nomlangan 89 reytingli stadioni full ajoyib akkauntimiz. Akkauntni futbolchilariga kirsak, Neymar Junior 95 reytingli kartada, Muhammad Salah 96 reytingli kartada, Lionel Messi chempion kartasi 600, Kevin De Bruyne 96 kartasi, N'Golo va undan oldin Rodrini aytib o'tamiz. Plus 11 kuchaygan 97. N'Golo Kante esa 95 Champions Player kartasi. Van Dijk, Gabriel, Hakimi. Bu tarafda esa zaxirada Lionel Messi 96 kartasi, William Saliba, Theo Hernandez, Cancelo, Valverde va to'xtalib o'tishimiz kerak, Toni Kroos 93 kartasi, Mbappe va Vinicius Junior. Endi esa zaxiraga o'tamiz. Zaxirada ajoyib futbolchilar juda ham ko'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Dybala noyob futbolchi. Yana Gundogan ham noyob futbolchi, hozir Dallasida yo'q. Angel Di Maria ham Dallasida yo'q hozir. Qolaversa, klassik playerlar, Dynamic Stars playerlar, Dream Stars playerlar ham juda ko'p akkauntimizda. Bu akkauntni bugungina sotib oldim o'zi. Buni ham sotib yuborishimiz mumkin. Akkaunt
o'yinchilari reytinglarini qanaqa kuchayganliklarini ko'rib olishingiz mumkin. Juda yaxshi kuchaygan, yuzlar chiqqan ko'plab. Mana 21 ta zaxira futbolchi, общий 29, 11-40 ta futbolchisi bor akkauntimizda. Stadionlarni ham ko'rsatib o'tamiz. To'liq full holatida 92 mingdan oshiq odam sig'adi. Shu bilan endi sotiladigan akkauntlarimizni ko'rsatib o'taman. Birinchi sotiladigan akkauntimiz. Reytingi tushgan futbolchilar: Messi 96, Rodri 97, Ronaldo 93, De Bruyne 96, Lewandowski 95, Griezmann 93, Cancelo 93, Dybala 92, Salah 96, Rudiger 93. Noyob futbolchilar: Neymar 95, Toni Kroos 93, Gundogan 92, Di Maria 90. Ikkita Champions Player bor: N'Golo Kante va Lionel Messi. Lionel Messidan 6 ta yuz chiqqan va bitta Classic Player. Ikkita Dream Stars kartali futbolchi, 3 ta Dynamic Stars kartali futbolchi. Bu akkauntimizning narxi esa 300 ming so'm. Kelishtirib beramiz Telegramdan yozsangiz. Keyingi sotiladigan akkauntimiz. Bu akkauntda 3 ta Classic Player, bitta O'zbekiston futbolchisi, 7 ta noyob futbolchi, TLS26 best tarkibi mavjud. Bu akkauntimizning narxi 260 ming so'm emas, chegirmada 210 ming so'm. Sotuvchi Dalos Shomurodovni o'zi. Telegramdan yozsangiz kelishtirib arzon narxlarda berib yuboramiz. Navbatdagi akkauntimiz ham sotiladi. Bu akkauntimizda 6 ta Classic Player, 6 ta Dynamic Stars kartali futbolchi, 3 ta Dream Stars kartali futbolchi, 15 ga yaqin kuchli futbolchilar, 200 mingdan ko'p tanga, 13 mingdan ko'p olmos, narxi esa 450 ming so'm. Sotuvchi esa o'zim. Telegramdan yozsangiz kelishilgan narxlarda savdo qilamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va majburlikdan challenge akkauntimizni ham sotyapmiz. Bu akkauntimizda bitta o'zbek futbolchisi, bitta Classic Player, 21 ta Dynamic Stars kartali futbolchi, Fransiya terma jamoasi asosiy tarkibi, 6 ta yo'qolib ketadigan futbolchi, TLS26 best tarkibi, 5 ta kuchli darvozabon va 1 yillik xotira va Dalos Shomurodov qilgan akkaunt. Narxi esa 300 ming so'm emas, 270 ming so'm. Sotuvchi o'zim. Telegramdan yozsangiz yaxshi narxlarda qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kommentariyada yozib qoldiring, sizga qaysi akkaunt yoqdi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib, akkaunt yutib oling. Agarda akkaunt xarid qilmoqchi bo'lsangiz, arzon va ishonchli narxlarda o'zimizdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.